uxlaydigan zo'r joy topdim. Qarang, Buxoro botanika bog'i. Xohlagan ishi bemalol dam olsiz bo'lar ekan. Ona bola uxlashyapti. Bu yerda akam maza qilib dam olyapti. Bu yoqda mana uxlashyapti oshnalar, jo'ralar. Bu yoqda ham uxlayapti. Xohlaganingizcha bunaqasini ko'rganmisiz? Men birinchi marta ko'rdim. Alohida Buxoroda botanika bog' qilishdi, dam olish, uxlash, bemalol bezovta qilmas ekan. Muzika, qarang, e'tibor bering. Tixa muzika bo'lyapti, qushlar sayrayapti va mana qancha gullar, daraxtlar. Bunaqa joyda uxlasangiz, va 7 yulduzli mazasini beradi. Sababi bulardan chiqayotgan kislorod va shirin musiqa, qushlar ovozi bu boshqacha damga maza beradi. Va bu joyga shunaqa qilishgan ekanki, restoran, bu ham bir ajoyib joy ekan. Zoopark, gul shunaqa bog'lari, dam olish joyi. Bu maydon umumiy $100 million loyiha bo'lgan ekan. Buni videosini ko'rgan edim, lekin kirib endi ko'rdim. Haqiqatdan maza qilib uxlaydigan joy ekan. Men o'zim ham mana shu yerda bugun dam olamiz. Menimcha Buxoroda bugun gostinitsa olmasam kerak. Ona ham uxlayapti, bu yoqda bolalar ham. Vah vah vah, qayerda bor bunaqasi? Qoyil. Mana sizga olam gul. Bu oshxona, ovqatlanish maydoni ekan. Tasanno. Buni kashf qilgan, tashkillagan odamlarga qoyil. Mana proyektda har bir odam zavq oladi bunaqa joyga kelsa. Suvlarni qarang. O, nima suvlar bor ekan. Bu yerda ovqatlar to'liq. Tepada osilib turgan gullar qarang. Vah vah vah, hammasi tabiiy joy gullar. Ayda, qoyil. Hech qayerda yo'q bunaqasi. Nonlar, patonlar. Mana shu parkda, shu joylarda bor ekan buni. Qoyil. Qalay aka? Bunaqa joyda endi ichsangiz, o tapchanda o'tirib ichamiz endi. Bunaqa joyga yetmaydi. Yo'lak chiroyli ekan, qarang. Bu yoqlarga kirsangiz, zoopark. Hayvonlar, qushlar. Bu tomonlari ham haqiqiy dam oladigan, ajoyib, g'aroyib proyekt bo'ldi hayvonot bog'i.